Aynan hozir Atlantika okeanida bortida 150 ta yo'lovchi bo'lgan kruiz kemasi arosatda suzib yuribdi. Ulardan 3 tasi allaqachon halok bo'ldi. Hech qaysi davlat ularni qabul qilishni xohlamayapti va bunga sabab yagona odamdan odamga yuqadigan hantavirus shtammi deb tasdiqlandi. Keling nima bo'lganini birga ko'ramiz. Aprel oyining boshida bortida 23 ta davlat vakillari bo'lgan kruiz kemasi Argentinadan yo'lga chiqdi. Yo'nalish Janubiy Antarktika orollariga edi. Yo'lovchilar orasida niderlandiyalik qari juftlik bo'lib, 6-aprel kuni erkakni issig'i chiqishni boshlagan. 11-aprel kuni esa holati to'satdan og'irlashib halok bo'lgan. Hech kim sababini bila olmagan va analizlar ham qilinmagan. 2 haftadan keyin kema Yelena oroliga yetib kelib, ayolni xuddi shunday simptomlar bilan kemadan tushirib, zudlik bilan samolyot orqali Janubiy Afrikaga olib ketilgan. Yo'lda esa uni ham holati og'irlashib, kasalxonaga borish bilan vafot etgan va oradan biroz vaqt o'tgach, germaniyalik yo'lovchi ham vafot etgan. Yana bir britaniyalik Janubiy Afrika reanimatsiyasiga evakuatsiya qilindi. Eng qo'rqinchlisi esa 3 hafta davomida bu qanaqa virusligini hech kim bila olmagan. Bu orada yo'lovchilar bemalol sayr qilib, boshqalar bilan muloqot qilishda davom etishgan. Faqatgina may oyi boshida Janubiy Afrika va Shveysariya tadqiqotlaridan keyin bu hantavirus shtammi ekanligi aniqlandi. Eng qizig'i, oddiy hantavirus faqat kemiruvchilar orasida tarqalgan bo'lsa, lekin bu shtammi tarixda birinchi bo'lib odamdan odamga yuqa olar ekan. Virusni o'ldirish qobiliyati 50% gacha va bunga davo topilmagan. Hozirda kemani hech qaysi davlat qabul qilishni xohlamayapti va u Kanar orollari yaqinida karantin holatida turibdi. Karantin esa 8 haftagacha davom etishi mumkin va 149 ta yo'lovchi o'lim bilan hamnafas yashashga majbur. Nima deb o'ylaysiz? Yana yangi pandemiya boshlanishi mumkinmi? Yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun obuna bo'ling.